Aka, yuring sizga men qilgan ishlarimni ko'rsataman. Nima farqi bor? Aka, tushing siz mashinadan. Shunchalik zo'r ish qilyapmiz. Tushing ko'rasiz Davay aka. tush ko'ramiz. Qani Maka yuring. Eh. Yuring aka. Hazillashibsan aka. Ish degan ma'mulaqa bo'ladi, buni ko'ring. Odam ahmoq ish degan ma'mulaqa bo'ladi aka. Gap yo'q lekin yaltirasan. Nima surtgan? Lak nima bu? Atajinto surilgan aka bunga. Siz qaysi go'rda katagizga chaqirasiz bizadi? Yo, menga ham ashni chiqarib berasizlar aka. Necha puldan qilgansizlar? 120 ming so'mdan hamma narsasi ichida bo'lgan. Kafilda hammi? Ha, kafillarda ham o'zimiz qilib beramiz. Ichkarilarda ham ko'rsatay sizga, yuringda. Aka, mana bu ishni ko'ring siz. Ya lekin gap yo'q lekin. Bu patnich pul. Pat hamma narsasi ichida qo'yib beramiz. Shu pulni ichiga? Ha. Gap yo'q lekin. Ishlang yo'q aka. Ish degan aka bunaqa bo'ladi-da, siz qaysi go'rda katak-patagizga chaqirasiz bizadi. Bo'ldi. Bas, tamom. Aka, keling mana. Qo'shninikida ham ish jarayoni ketyapti. Undan ko'ra sizni o'zim ish bilan ta'minlay aka. Menga quyoshda, changda ishlash to'g'ri kelmaydi aka. Aka, yotib, hech kim yotganingizga pul bermaydi sizda. Nech puldan berasan? Kvadratiga aka 80 mingdan beraman. Rostdan. Seriozda.